Assalomu alaykum aziz do'stim. Bugun men sizga shon-shuhratning ortidagi qorong'u soya, inson o'zligini nimalarga qurbon qilishi mumkinligi haqida so'zlab beraman. Hikoya shunchaki tasavvur mahsuli emas, balki hayotda o'z qadrini yo'qotib qo'ygan har bir inson uchun achchiq bir saboqdir. Diqqat bilan tinglang. Bir paytlar dunyoning eng mashhur va boy odamlaridan biri bo'lgan. Lekin yoshi o'tgan sayin unutilishdan qo'rqadigan bir qariya bor edi. Uning ismi janob Elian bo'lib, u butun umrini faqat bitta narsaga, o'z ismini tarixda abadiy qoldirishga sarflagan edi. Kuzning sovuq oqshomlaridan birida Elian o'zining eski qasrida yolg'iz o'tirganida uning huzuriga g'alati bir musofir keldi. Musofirning yuzi qora, mato bilan o'ralgan, qo'lida esa qadimiy kumush hoshiyali oyna bor edi. Bu oyna senga sen xohlagan narsani, abadiy yoshlik va shon-shuhratning qaytishini beradi, dedi musofir past ovozda. Har safar oynaga qaraganingda sen hayotingdagi eng qadrli bir xotirangni oynaga berishing kerak. Xotira o'rniga oyna senga go'zallik va kuch beradi. Elian ikkilanmay, uning uchun xotiralar shunchaki o'tmish, shon-shuhrat esa hozirgi kunda kerak edi. U birinchi marta oynaga qaradi va o'zining ilk ustozi haqidagi xotirasini berdi. Shu ondayoq Elianning yuzidagi ajinlar yo'qoldi. Yillar o'tdi. Elian dunyoning eng yosh va eng boy odamiga aylandi. Ammo uning ichida dahshatli bir bo'shliq paydo bo'ldi. Bir kuni u o'zining hashamatli zalida o'tirganida yonidagi ayol unga qarab, "Sizning bolaligingiz qanday o'tgan? Onangiz sizni qanday erkalardi?" deb so'radi. Elian to'xtab qoldi. U eslashga harakat qildi. Lekin uning ongida qorong'ulikdan bo'lak hech narsa yo'q edi. U na onasini, na bolalikdagi do'stlarini eslab olardi. U hatto o'zining haqiqiy ismi nima ekanligini ham unutib qo'ygandi. Dahshatga tushgan Elian yerto'ladagi kumush oynaga yugurdi. Oynada yosh, kedishgan yigit turardi, lekin uning ko'zlari bo'm-bo'sh edi. Oyna ichidan o'sha musofirning ovozi keldi. "Sen hamma narsani odamlarning qisqa muddatli qarsaklariga almashtirding. Sen hozir hamma narsasan, lekin hech kimsan. Sening isming bor, lekin uning ortida tirik inson yo'q." Elian oynani sindirib tashladi. Shu payt uning tanasi tezlik bilan qarib, suyakka aylana boshladi. Ertasi kuni odamlar vayronalar orasidan hech kim tanimaydigan bir cholning jasadini topishdi. U nafaqat o'z xotiralarini, balki dunyoning u haqidagi xotirasini ham oynaga sotib yuborgan edi. Inson qiladigan narsa uning erishgan yutuqlari yoki tashqi ko'rinishi emas, balki uning qalbidagi xotiralari
va bosib o'tgan yo'lidir. O'zligingizni dunyoning vaqtinchalik qo'yu-havaslariga almashtirmang. Mana azizlar, bugungi hikoyamiz ham o'z poyoniga yetdi. Janob Ilian misolida ko'rdikki, dunyo tanigan ismga ega bo'lish mumkin, lekin o'zligingni unutganingda bu ismning hech qanday qiymati qolmas ekan. Shon-shuhrat, boylik va boshqalarning qarsaklari, bularning hammasi o'tkinchi. Biz qilib turgan narsa bu bizning xotiralarimiz, hatto eng og'riqli bo'lsa ham o'sha o'tmishimizdir. Xo'sh, sizchi, siz o'zligingizni nimaga almashtirgan bo'lardingiz? Yoki siz uchun dunyodagi barcha xazinalardan qadrliroq bo'lgan xotira bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.